Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Afg'oniston, Tolibon va Al-Qoidaga qarshi urush avjida ekan, AQSh qo'shinlar sonini oshirmoqda. Amerika yarim asrlik senatordan ayrildi. Kendilar bu davlatning eng mashhur oilasi. Ramazon va Qur'on. Bu va boshqa rang-barang dolzarb mavzular tafsiloti bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar hayoti, siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Afg'oniston deydi sharhlovchilar, Amerika rahbariyati va xalqi uchun bosh og'riq. Amaldagi strategiya ish bermayotgani aniq va bu mamlakatda tinchlikni tiklash uchun yana qancha vaqt, mablag' va qo'shin kerakligi muhokama ostida. Yil oxirigacha yana 17 ming harbiy jo'natilishi rejalangan. Amerika bo'ylab o'tkazilgan ommaviy so'rovlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, urush talofatlari oshib borgan sari xalq orasida norozilik ham kuchaymoqda. Bu yoz xalqaro qo'shin uchun bag'oyat og'ir bir davr bo'ldi deya hikoya qiladi Shohruh Hamro. AQShning Afg'onistondagi qo'shini shu yil so'ngida 68 mingga yetishi kutilmoqda. Tolibonga qarshi jang avjida. Biroq ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra amerikaliklar urushdan charchagan. ABC News va Washington Post kompaniyalari o'tkazgan so'rov shuni ko'rsatdiki, ularning 47% urushni ma'qullayotgan bo'lsa, 51% uni tugatishga chaqirmoqda. Respondentlarning atigi chorak qismi Afg'onistonga askar jo'natish tarafdori. So'rov natijalari AQSh hukumati jumladan urushga javobgar harbiylarni xavotirga solmoqda. Men o'zim Vietnam urush faxriysiman. Har qanday urushni olib borish uchun xalq ovozini olish lozim. Bu juda muhim. Shu ma'noda so'rov xulosalari tashvishga molik, lekin AQSh armiyasi unga topshirilgan missiyani bajaryapti. Missiyaning maqsadi Al-Qoida va unga aloqador guruhlar, jumladan Tolibonni yo'qotish, Amerikaga qimmatga tushmoqda. Iyul va avgust oylari AQSh harbiylari eng katta talofat ko'rgan davr deb tilga olinmoqda. Iyulda 43 askar halok bo'ldi, avgustda bundan-da ko'p. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha joriy yilning birinchi yarmida oddiy afg'onlar orasida o'lim hollari ham 25% ga o'sgan. Siyosiy tahlilchi Matthew Das nazarida prezident Barack Obama yaqinda Afg'onistondagi strategiyani yangilab va uning ijrosini yangi qo'mondonga topshirib to'g'ri qaror qildi. AQSh Afg'onistonda biror narsaga erishmoqchi bo'lsa, yondashuvni o'zgartirishi kerak. So'nggi bir necha oy ichida Afg'onistondan biror ijobiy yangilik olganimiz yo'q. AQShni o'z domiga tobora chuqurroq tortayotgan bu urush yaqin orada samara bermasa, prezident Obama jiddiy qarshilikka duch kelishi mumkin. Tadqiqotchi Liza Curtis deydiki, omma fikri ko'p jihatdan ular missiya mohiyatini anglashiga bog'liq. Obama Afg'onistonda tinchlik bo'lmaguncha ketmaymiz degan. Shu pozitsiyada mustahkam turishi, urush sababini tushuntirishdan toymasligi kerak. Sobit qadamlik samara beradi deb o'ylayman. AQShning Afg'onistondagi qo'mondoni Stanley McChrystal urush qanday ketayotgani to'g'risida hisobot bergan. Obama ma'muriyati uning tavsiya maslahatiga quloq tutadi deydi ekspertlar. Robert Rafael, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televideniyasi.